Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, qayerga ketyapsan? O'rtoqlarim bilan turishim bor edi. Keyin akam bilan ayam chaqirishgandi. Ularnikiga boraman. Ha, zo'r-ku. Kim ruxsat berdi borishga senga? Bu nima deganingiz? Sen boraveraymi deb mendan ruxsat so'radingmi? Kelsangiz so'rayman dedim. Nima, kelmasam ketib boraveramiding? Nima, o'zi so'rashim shartmi? Bormaysan hech qayerga. Men ruxsat bersam keyin borasan. Nima deyapsizmi? Akam bilan ayamga boraman deb qo'yganman. O'rtoqlarim ham kutyapti. Onangga ham, akangga ham aytib qo'y. Ulardan bas, mendan ruxsat so'raysan. Senga men xo'jayinman. Hech qayerga bormaysan. Erini kayfiyatini tushirib, eri bilan janjal qilib, eridan beruxsat ko'chaga chiqib ketgan ayolni, ana shu ayolni dedilar, qani hadis keladi bu ham. To qaytib eridan uzr so'rab, erini qo'lini o'zini peshonasiga qo'yib, qarang. Uyga qaytib ayol kishi eridan uzr so'rab, erini qo'lini peshonasini boshiga qo'yib, "Meni kechiring. Men borasida nimaga hukm qilsangiz roziman" demagungacha Xudo tavbasini qabul qilmaydi.